Har qadamda yo'limda go'zallar teng bo'lsin. Bir pastkashga uni kuni qolguncha eski juldur choponlarga yem bo'lsin. Yuragida sevgi bo'lsin, dard bo'lsin. Erkak kishi qayga borsa mard bo'lsin. Mard erkaklarimizga hech qachon ko'z tegmasin. Yana bir bor tavallud ayyollaringiz unutilmas lahzalar sizga muborak bo'lsin. Yana bir bor bugungi kunni unutilmas hamda tarix zarvaraqlariga davomiy uslubda muhrlash maqsadida nafaqat foto lavhalarga, video lavhalarga ham muhrlab olamiz va aynan ushbu jarayonlar yakuniga yetganidan so'ng bevosita ushbu marosimlarni davom ettirgan bo'ladiki, musiqiy lahzalar hamrohligida. Marhamat. Sizlar bizda nafaqat tabriklash xizmatlarida mana shunday maxsus to'y ko'riblar, ya'niki yonadigan yozuvlar nafaqat otajonlarimiz, onajonlarimiz, bobojon va buvijonlarimiz uchun, balki ko'rib turganingizdek yangicha uslubda, yangicha shaklda umr yo'ldoshim, jufti halolim shaklda ham sizlarga taqdim ettiriladi. Shunday ekan, yaqinlaringizni mana shunday ishtiroklardagi tabriklar bilan xursand qilmoqchi bo'lsangiz, aynan video pastidagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi va sizlar bilan birgalikda kelishilgan narxlarda yaqinlaringizni sizdan-da chiroyliroq tarzda, siz kutgandan-da go'zalroq tarzda tabriklab, qutlab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz.